Bosh miyada hosil bo'lgan Zaxarchenko va Vilizi halqalari haqida eshitganmisiz? Bugun shu haqida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzumizda umurtqa arteriyasi va ichki uyqu arteriyasi. Dastlab umurtqa arteriyasidan, arteriya vertebralisdan boshlaymiz. Boshlanish sohasiga ko'ra o'mrov osti arteriyasidan boshlanib, bo'yin umurtqalarining yon o'siqlaridan yuqoriga qarab yo'naladi-da, foramen magnum orqali miyaga kiradi. U juft qon tomir bo'lganligi uchun oldinga yo'nalib, yuqoriga qo'shiladi-da, arteriya bazillarisni hosil qiladi, arteriya vertebralis. Va arteriya bazillaris hosil qilguncha bir qancha qon tomirlar chiqaradi. Ulardan birinchisi arteriya cerebelli posterior inferior bo'lib, miyachaning orqa pastki qismiga tarmoq beradi va pastga qarab ketuvchi arteriya spinalis anteriorni ham hosil qiladi. Endi biz arteriya bazillarisni hosil qiladi dedik. Arteriya bazillarisda ham bir qancha tarmoqlar joylashadi. Birinchisi bu arteriya cerebelli anterior inferior, ya'ni miyachaning oldingi pastki qismini qon bilan ta'minlovchi tarmoq hisoblanadi. Yuqorida esa miya ko'prik qismida, ya'ni pons deb ataladi va bu yerda ham bir qancha tarmoqlar beradi kichik qon tomirlar orqali. Va yana yuqoriga yo'naladigan bo'lsak, miyachaning yuqorgi qismini qon bilan ta'minlovchi arteriya cerebelli superior hosil qilyapti. Endi bu yerdan chiqadida miyaga o'tadi. Miyada ham ikki tomonga yo'naluvchi arteriya cerebri posteriorni hosil qiladi. Arteriya cerebri posteriordan yuqoriga qarab orqani tutashtiruvchi arteriyasi arteriya communicans posteriorni hosil qiladi. Bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bizda cerebri tushunchasi bor va cerebelli tushunchasi bor. Cerebri bu miya degani, cerebelli miyacha degani. Shuni adashtirib olmaymiz. Endi arteriya carotis interna, ichki uyqu arteriyasi haqida gaplashamiz. Biz o'tgan dars tashqi uyqu arteriyasi haqida gaplashgan. Endi ichki uyqu arteriyasi haqida gaplashamiz. 4 qismdan tashkil topgan. Birinchisi pars cervicalis qismi, bo'yin qismi. Bu yerda hech qanaqa tarmoq yo'q. Faqatgina bu yerda qon bosimini sezuvchi baroretseptorlardan tashkil topgan bo'ladi. Endi yuqoriga yo'nalgan sari pars petroza qismi hosil qiladi. Nomiga muvofiq toshsimon qismi. Bu chakka suyagining uyqu kanaliga to'g'ri keladi va bu yerda qisman o'rta quloqning shilliq qavatiga tarmoq beradi. Tarmoqlanish shu yerdan boshlanyapti. Endi yana yuqoriga yo'nalgan sari pars cavernosa, ya'ni g'ovaksimon qismini hosil qiladi. Endi g'ovaksimon qismida ko'plab tarmoqlar beradi. Qayerlarga deydigan bo'lsak, gipofiz qismiga, miyaning qattiq pardasiga hamda uch shoxli nerv tuguni atrofiga tarmoq beradi. Va oxirgi qismi esa miyaga o'tadigan pars cerebralis qismi hisoblanadi va bu yerda gipofizga, shu o'rta miyaga hamda ko'z atrofiga qon tarmoqlar beradi. Endi yuqoriga yo'nalgan, mana shuni eslab qolamiz. Yuqoriga yo'nalganda keyingi rasmga o'tamiz. Bu yerda ham mana angiografiyada ko'radigan bo'lsak, pars cervicalis qismi, pars petroza qismi, pars cavernosa qismi, g'ovaksimon qismi hamda pars cerebralis miya qismini ko'rishimiz mumkin. Keyingi rasmda uning tarmoqlari berilgan. Mana bizda arteriya carotis interna keldi. Boyagini davomi. Bitta qaytamiz. Mana bu yerga kelganda keyingi rasmda mana bu qismga keldi. Bu yerda bir qancha tarmoqlarga bo'linadi. Birinchisi arteriya cerebri anterior tarmog'i, mana oldinga qarab yo'nalyapti. Bu miyaning oldingi arteriyasi deb ataladi va bu o'rtada birlashtirib turuvchi arteriya joylashgan. Arteriya communicans anterior joylashgan bo'ladi. Endi bundan tashqari ichki uyqu arteriyasi yana boshqa tarmoqlar ham bor. Bulardan biri arteriya cerebri media, miyaning yon tarafiga qarab beruvchi arteriya hisoblanadi va ko'z atrofiga ko'z kosasini qon bilan ta'minlovchi arteriya oftalmika joylashgan bo'ladi. Ko'zga qarab ketadigan. Hamda miyaning qorinchalarini qon bilan ta'minlovchi arteriya xoroidiya anterior ham ichki uyqu arteriyasidan chiqadi hamda gipofizning neyrogipofiz qismini qon bilan ta'minlovchi arteriya gipofizialis inferior, adenogipofizni hamda gipotalamusni oldingi qismini qon bilan ta'minlovchi arteriya gipofizialis superior ham ichki uyqu arteriyasidan chiqadi. Birdaniga shu yerda gaplashib ketamiz. Vilizi hamda Zaxarchenko halqasi. Dastlab Vilizini gaplashaylik. Vilizi halqasini bu miyaning asosida hosil bo'ladigan anastomoz tarmoq hisoblanadi.
bularni nimalar hosil qiladi? Yuqoridan kelamiz. Hozirgina gaplashdik. Mana shu yerni o'chiramiz. Xo'p, Belize halqasini yuqoridan arteriya cerebri anterior hamda uni birlashtirib turuvchi arteriya communicans anterior qismi va bu arteriya carotis interna qismi hamda pastga yo'naluvchi arteriya communicans posterior va ularni birlashtirgan arteriya cerebri posterior hisoblanadi va bular birgalikda Villizi halqasini hosil qiladi. Endi bizda avtoriskiy Zaxarchenko halqasi ham bor. Endi bazillarisdan pastga tushib kelamizda, mana arteriya basillaris, arteriya vertebralis va bundan tashqari arteriya spinalis anterior va qo'shimchasiga arteriya vertebralisdan chiquvchi tarmoq bor edi. Arteriya o'sha cerebelli posterior inferior hamda arteriya spinalis posterior tarmoqlari Zaxarchenko halqasini hosil qiladi. Qaytaraman. Zaxarchenko halqasini oldingi hamda orqa spinal arteriya, ya'ni arteriya spinalis anterior va posterior, arteriya vertebralis hamda arteriya cerebelli posterior inferior hosil qilyapti. Belize halqasiga yo'naladigan bo'lsak, arteriya cerebri anterior va ularni birlashtirib turuvchi arteriya communicans anterior, arteriya carotis interna va orqasiga ketuvchi arteriya cerebri posterior va arteriya cerebri posterior va communicans tarmoqlari birlashtirib turuvchi. Buni bitta o'rganib olib, bir bo'sh listga bitta chizadigan bo'lsak, butun umrga esda qoladi. Va bunaqa qon tomirlar nimaga kerak desak, agarda biron joy zararlanadigan bo'lsa, boshqa tarafidan qon bilan ta'minlaydi miyani. Chunki miya eng zaif nuqtalardan biri hisoblanadi. Kislorodga juda zaif hisoblanadi va bu yerda ham mana keltiribdi. Belize halqasini arteriya cerebri anterior, arteriya cerebri communicans, arteriya carotis interna va arteriya communicans posterior bilan va arteriya cerebri posterior hosil qilyapti. Bu yerda ham rasmda ko'rishingiz mumkin.